Akalar, inobola variantidan qidiryapti turuvdingizmi? Mana go'zallaridan akalar, mana yosh varianti. Tushunishdi aka? Ham yosh qo'y. Mana akalar, 4 tadan 6 taga chiqyapti. 4 tadan 6 taga chiqyapti. Yosh bola sovlig'i aka. Mana akalar, zot olib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib turasizlar. Go'zalligini qaranglar akalar qo'ydi. Mashalloh degan aka. Mana tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa video davomida akalar oxirigacha ko'rib turasizlar. Akalar, yoshidan, yaxshisidan baqaman dedingizmi? Mana sizda bugun imkoniyat bormi-ki? Mana bo'ladigan variantlardan kelgan ekanda xolosa buni hozir sizlarga narxini kelishtirib, chiroyli holatga keltirib, sizga ma'qul keladigan darajada chiqarib berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like-ni bosib, kommentariy yozib, kanalda yangilar mehmon bo'lib turamiz akalar. Hop, assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib kelyapti turgan akalar, ukalar. Barchangizga bugungi kun xayrli va barakotli o'tsin. Bugun xudo xolasa 2026-yil hafta kuniga ishni boshlangan kuni dushanba. Barchangizga bugungi kun xayrli va barakotli o'tsin. Xudo xolasa bugun 5-yanvar. Ravshan akamizni xonadonlariga kelganmiz. Qo'zilarni zo'rlaridan olib kelgan ekanlar. Bularni sizlarga ilinish niyatida da xolasa ma'lumotini asta-sekinlik bilan berib o'tiramiz. Assalomu alaykum aka. Selam Bayramjon. Zo'msiz? Yaxshimi? Charchamasdan. Apga oldingizmi qo'yiladi? Keldi. Nech partiya bugunga? Partiya qo'yib chiqaramiz. Ozgina ham narxini Xudo xolasa qulay qilib beramiz. Narxini qulay qilib berasiz har doimgidek. Mana akalar, bo'ladigan variantini bahmoqchimiz. Bo'laman deganlar aka bular. Akalar, da xolasa qo'yiladi. Holati yaxshi darajada, zo'r darajada maqtashga arzigulik nimaki aka, quloq voshini qaranglar bo'ladi. Ko'rib o'z charchaqlaringiz chiqib ketadi. Birinchi partiyaga nechta son aka? 14 dona. 14 dona ozgina, sozgina da xolasa bitta obunachimizga. Bir dona qo'chqari bor. Qaysi biri qo'chqor aka? Mana shu qora kichkina qora. Ashiya mana u. Qola. Mana akalar. Qo'chqor ham quloqlari ham. Qarang jarma. Bu qaranglar akalar. Qulog'i ham cho'tki ekan. Qo'ylar hammasi yaxshi deb qoldi. Qo'ylarda minus yo'q ekan. Yeb ishlari sinovdan o'tganmaga qancha yetib kelgan bular? 3-4 kun bo'ldi bular kelgan. Hop, 5-4 kun bo'pti akalar, yeb ishlari da xolasa sinovdan o'tgan ekan. Mana hammasini bir ko'rib olaveringlar, aylantirib sizlarga ko'rinadigan qilib videoga beryapmiz akalar da xolasa. Hop, bo'ylarini nechiga berib beramiz aka buni? Bular ichida 70ligi ham bor, 75 oshovligi ham bor, 70 ga olishi bo'lsin. 70 ga olaverasizlar akalar. Eng kichkinasi mana shu qo'yibdi. Mana. Shuni ushlab turingchi. Qarang. Dumbasini qaranglar aka, rangiga. Kallalar berib qo'yamiz mana. Akalar, bir gutdi o'zi. xolasa quloqlari ham butun. Yosh samigilarning sog'lom, bundan oyoq og'riq, bir yo'tal-so'tali yo'q ekan akalar. Yosh oyliklarni qanchaga berib beramiz aka bularni? Bulardimi? Mana akalar. Yosh oyligini. Yosh oyligi 5 oy 6 oylar. 5 oy 6 oylar. 7 oylik. Har xil ekan akalar, xolasa hamma variantidan bor ekan. O'shan aka buni narxini qancha deymiz? Narxini qulayroq qilaylikmi? Qulayroq qilasiz endi obunachilarga. Kanalda yangi emassiz aka. Klientimizsiz. Obunachilar tanishadi. O'tgan safar tugatdim dedingiz qo'yiladi aka. Soatda ulardi xolos. Arzon chiqarib berdingiz, tugab ketdi. Bularni ham narxini aka sindirib bering. Demak, 2025-yilda qo'ya olmagan akalarimiz, hojibolarimiz bor-da. 2026-yilda arzonroq chiqib qolsa, biz ham pulimiz yetib qolsa olamiz deb kutib turgan akalarimizga tavsiya qilamiz. Arzonroq chiqarib bering aka, buni narxini kelishtirib, yo'lida qilib 42 dan desa bo'laveradi. 4.200 danmi? 4.200. Xayri bor aka. Xayri bor. Xayri bor joyda baraka ham bor aka. Da xolasa buni narxini kelishtirib berasiz 4.200 demak. Tushib bering obunachilarga. Qancha tushib berasiz aka? 100 mingdan tushib beraman. 100 mingdan? Ha, 41 dan bular. O'zingizga yarashadigan qilib tushib bering aka. Arzonchi degan nomingiz bor-ku. Qanchadan? 4 million. 4 milliondan? Bir joyga olib. Akalar, qo'y Namangan Tepaqo'rg'onda turibdi. Namangan tumanida. Arzonchilar qishlog'i bilasizlar, arzonchi nomi bilan tanilgan. Xudo xolasa aka menga hop siz ham alaykum 3.700 dan pul berishadi, dastlabkasini qilib berasiz aka buni. Ha, yo'qda. Yo'qni yo'qotib qo'yamiz. 3.700 dan aka. Barakasini bersin. Mana qo'ydi qara. Mana shu qo'ydi, bolalar chiqaryapti. $400, $500. Afg'on.
Daqqatda olgan ekan. Bo'yi endi biz mashina ichida kelgan. O'shaning ichida ketadi, optim narxda qilib berasiz buni ham. Mashina ichida ketadi. Uzun qarang. Bo'ldi, oldi qashisi yo'q. Qanchadan qilib berasiz aka? Chiroyli qilib o'tib bering buni yana. 100 mingdan o'tib beraman ya. Qanchadan bo'ladi shunda? 3 million 900 dan bo'ladi. 3 million 900 dan. Aka, Bismillah. 3 million 800 dan pul berishadi, dastlabkasini qilib berasiz, chiroyli qilib, rozi bo'ling aka. Bering 3 million 800 dan mana baxshishsinda sizga rahmatini aytsin, klient bo'lib qolishadi aka. Xudo xolasa yo'lda qilib beramiz. 3 million 800 dan hammasini olamiz deysiz, chiroyli qilib xayrini ham qilib beramiz. Xayrini ham qilib berasiz. Qo'chqarni olaman deysiz, yengilroq qilib beramiz. Nimaga sal qo'yi pastroq. Ha, bo'ldi aka. 3 million 800 dan dastlabkasi qayergacha? Samarqand. Samarqandgacha barakasini bersin akalar. Xudo xolasa 3 million 800 dan qo'y qilib boqib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Yosh varianti 5-6 oylik, bo'ylari 70 dan 75 pilsgacha bor akalar. Xudo xolasa akalarda xolasa 3 million 800 ming so'mdan Samarqandgacha ketaveradi. Qo'chqarni o'zini qanchaga berasiz Ravshan aka? Qo'chqardimi? Ha, 3,5 ga o'tib beraman. 3,5 ga o'tib beradigan joyingiz bor. Quloqlari ham uzun ekan aka Qo'chqarda. Xudo xolasa tanlab olaman deysiz-chi aka, buni ichidan misol 4 ta, 2 ta, 3 ta bitta olaman degan akalarimizga. Toshkentgacha bo'lsa, qanday madamjon? Ha, 3 million 800 dan tanlab olaverasiz. Toshkentgacha o'sha optim narxda ketaveradi. Tanlab Samarqand, olsa. Buxoro bo'lsa, dastlabkiga yordam qilishadi. Plus minusi bor ozgina akalar. Telefon qilgan obunachilarimiz bugun xudo xolasa ishi bitadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat nomerlar ishlaydi. Biz keyingi partiyalarga o'taveramiz akalar. Akalar, ikkinchi partiyaga ham xudo xolasa bundaqa go'zal variantlaridan ona bolasi ham bor ekan aka bunda. Bitta ona bo'lasi bor. Bitta ona bolasi bor. Soni 4 ta katta qo'y, bitta mono akalar. Xudo xolasa bitta bolasi ham bor ekan. Hop, bular yoshoyligi qanaqa aka? Ular 2 tish, 4 tish, 6 tish. 2 tish, 4 tish, 6 tish. Haligi qarisi yo'q ekan ichida xudo xolasa. Yuzlari ham ikkitasi bo'lsa ham o'zimga tan. o'zingizga qolaveradi. 8 tasi bo'lsa akalar, buni ham go'zal ekan haqiqiy. Bola sog'lom qo'chqarmi? Ular sovuq. Sog'lom ekan akalar, mana dimma boshlariga yetib berib qol. Hop, bo'ylari nechiga berib beramiz aka buni? Mana qo'ylar bo'yi 90 kelib qoladi, 85 oshiq. 85 oshiq akalar, xudo xolasa. Hop, eng past 80 mi aka? Shunaqa. Ha, akalar. Xolasa Bo'g'oz bu. afg'on sifat ekan aka. Bo'g'oz ekan, tulashni boshlabdi aka. Oldilarini qarang, tushlarini. Kishi ham yosh 6 ta. Ushlab turing. Ha, bo'ldi, qo'yib. Oldini qaranglar akalar. Qo'y agar kecha yem yeb tursa o'ta bo'lakcha qo'y bo'lib ketadi. Ozgina yem talab ekan akalar. Mana hammasi chiroyli holatda. Buni ona bola orqadagi ona inasi shikiliga mana shu. Ha, ashina. Onasi ekan akalar. Bu nechta shu? Buniki ham 4 tadan 6 taga chiqadi. 6 ta. Ikkinchi bolasi ekan. Ikkinchi bolasi ekan akalar. Pechat beribdi bolani ham. Xolosa. Narxini nima deymiz aka buni? Xo'p, Bahramjon. Bular hozir narx. Ona boladan tashqari ayting, mana mashinada ayting, mana video turibdi hozir. Mana chekkadagini ayting, narxini. Mana Ha. buni sheriga borsa mana bitta Hop, sheriga. mashi ikkalasi. Buni 6,5 dan bo'lsa beraman. 6,5 dan berasiz. Xayri bor, xudo xolasa. Ikkosini olaman. Hop, mo kichik. Mononi-chi mashina. Kichkinanimi? Buni kichkinani qarang. Sovlig'a bu ham. Bu 2 tishga chiqqan ekan. Hop. Mana. Akalar. Yilni ko'rsat, jenlar. Mana akalar. 15 kunligi bor. Xolasa Erta qochib qolgan jenlar. Tug'an akalar. Buni o'zini qanchaga beramiz? Buni o'zini 4,5 millionga yetkazib yuboramiz. 4,5 millionga ketaveradi. 2 tish qo'y. Xayri bormi? Xayrini qilib beramiz. Xayrini ham aytib keting aka yo'qolsam. 100 ming so'm tashlab beraman. 4 million 400 dan. 400. Bo'ladigan ya. Ha, bo'ladi. Bo'ldi aka, gap yo'q. Mana. Ina bolani nech pul deymiz aka? Ina bolani bo'ladiganini aytib qo'yaman. Bo'ladiganini ayting aka. 9,5 bo'lsa beraman. 9,5. Ha. O'tib beradigan yeringiz-chi? Telefon qilish olsa xayrini qilib beraman. Telefon qilsa xayrini qilib berasiz, ona bola ham Endi go'zal. buni inasini o'zini 6,5 ga bermaydi, tashqoyda. Bolasi ham akalar ozgina baqasizda xolasa qo'chqor qo'shib, zotqa ham baqsangiz bo'ladi. Quloq qaranglar. Qulog'i ham uzun ekan-a. O'zi o'ta udor tushgan. Inasini qaranglar, bolasini qaranglar akalar. Xudo xolasa bolasi ham kichkina qo'ymasda. akalar. Bolasi ham o'zi 70 chiqib qolaver ekan-a. Chiqadi, otasi chiqadi. Akalar, xolasa chiroyli holatda qo'yagan. Hop, telefon qilgan obunachimiz ishini bitirib berasiz aka. Dastlabki qayergacha? Dastlabki Toshkentgacha aytilgan narxga yetib boradi. Aytilgan narxda yetib boradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka, shunaqa qo'ylardan olib kelib turasiz yana go'zallaridan. Telefon qilish olsa. Baragasini bersin. Tanlab olsa-chi aka? Ag'ni ham kelishib ketaylik. O'zi tanlab oladi haqida aytdingiz-ku buni.
Halla olishaversin shu aytilgan Ha, narxdan. o'sha narxdan gaplashib, telefonlashib, mana shu akamiz ishlayapti, bitirib beradilar. Akalar, bu so'nggi partiyamizda bizdan uzoqlashmaysizlar. Chiroyli variantda video obzorlar qilishda biz to'xtamaymiz. Hop, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalda yangi mehmonlar obuna bo'lib, podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar akalar. Biz chiroyli video qilishda to'xtamaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.